Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa Solis 24 modelimizni qisqacha obzor qilib o'tib ketamiz. Akalar, traktor Hindistondan yig'iladi. Motorlari mana Mitsubishi motor, korobkalari, orqa naviska, motor qismlari Yaponiyani Yanmar firmasiniki qo'yilgan. Oldi perrodlari mana ko'rishing. Traktorimiz 3 portion bo'ladi. Bu xudo xolasa 30 ot kuchli traktorning ishini bemalol qilib beradi. Pul qiladi, freza qiladi. Orqasida Tiliskalardan bor, 1,5 tongacha bo'lgan yukni bosadi. Tiliskalarning o'rtasida silindr ham bor. Bitta yoqib ko'rsatamiz. Olmaganlar uchun. Keyin mana bitta qisqacha ko'rsatib ketamiz. Bular xudo xolasa mana quyon toshbaqasi, 1-2-3-4 skurlar ham juda yengil. Xudo xolasa yengil tushadi. Bitta yoqib chorva bo'yicha bog'dan ishlar bo'lsa hammasini qilib ketaveradi. Universal traktor desang bo'ladi. Akalar, bunga xudo xolasa 3 yil garantiyasi, servis xizmati bilan qilib beramiz. 50-60 million so'm bilan bo'lib to'lash ham qilib beraveramiz. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.